Telefon orqali One ID olishni o'rgangan edik. Endi One ID dan foydalanib chet elda ishlashga ariza berib ko'ramiz. Xorijda ish.uz saytiga kirib, davlatni va ishni tanlaymiz. Masalan, men Germaniyani tanladim, u yerda haydovchilik qilmoqchiman. Ish topish tugmasini bosamiz. Anketa to'ldirish, undan so'ng kirish tugmasini bosing. Bu yerga One ID da yaratilgan login va parolimizni kiritamiz. Yana kirish tugmasini bosamiz. Anketada siz haqingizdagi ma'lumotlar avtomatik paydo bo'ladi. Pastki qismdan tahrirlash tugmasini bosib, nemis tilini qo'shish, agar til sertifikati bo'lsa, uni yuklash hamda ayrim qatorlarni to'ldirish lozim. Mana endi anketani ko'ramiz. Xatolar bo'lmasa, vakansiyaga o'tish menyusi bosiladi. Qiziqish bildirish tugmasini bosib, ishni yakunlaymiz va sizga SMS yuboriladi. Mana barchasi oddiy. Xorijda ish.uz saytiga kiring, o'zingizga mos ish o'rinlarini tanlang va biz orqali chet elga qonuniy va xavfsiz ishlashga boring.